Uchinchi restoran nomi Kalinka. Nimaga bu restoranni videoga olyapman? Chunki buni ham vatandoshimiz ochgan ekanlar-da, ularni Kalinka rusko-ukrainskiy taomlar tayyorlar ekan, rus-ukrain taomlar tayyorlar. Kalinka o'ylamagandim. Men hozir o'sha restoranga borganimdan keyin boshqa restoranga kirdim-ku, Buxoro o'zbek restoraniga kirganimdan keyin nechta Kalinka ham demak Kalinka restorani ham demak shu ularni demak vatandoshimiz qaranglar, молодец. Demak kirib ko'ramiz hozir qani. Hozir. Eshiklarni ochib ko'rdik. Eshiklarni ochib ko'rdik, ko'ryapsizlar? Odamlar bir-biriga qarab qo'yishyapti. Ana. Keldik. Keldik mana. Vatandoshimiz ko'rganlar nafaqat boyagi o'zbek oshxonasi, balki rus, ukrain oshxonasi haqida ham biladilar. Молодец. Rahmat. Parijga. Parijdamiz, qaranglar. Parijda.